Yo'llarda belgilangan tezlikni 80 km/soatdan ortiqqa oshirgan haydovchilarni pravasidan mahrum qilish taklif etildi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasida muhokama qilingan qonun loyihasiga ko'ra, belgilangan tezlikni 80 km/soatdan ortiq oshirgan haydovchilarni transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilish hamda ularga 26 800 000 so'mgacha jarima qo'llash taklif etilmoqda. Ya'ni ma'lum bir yo'lda, ko'chada belgilangan tezlik soatiga 70 km/soat. Haydovchi esa ana shu yo'lda 155 km/soat tezlikda harakatlanmoqda. Ya'ni belgilangan tezlik 70, undan 80 km tezlikda harakatlanyapti. Mana shunday holatlarda uning pravasi olib qo'yilishi va unga 26,8 million so'm jarima qo'llanilishi mumkin. Lekin bu hali qonun loyihasi, u muhokamada qabul qilinishi ham yoki rad etilishi ham mumkin va ko'pchilik albatta ushbu o'zgarishni, ushbu qonun loyihasini tanqid qilishi mumkin, lekin tanqid qilishdan avval bir statistikaga e'tibor qaratish kerak. Ichki ishlar vazirligi ma'lum qilishicha, tezlikni 40 km/soatdan oshirish, 80 emas, 40 km/soatdan oshirish bilan bog'liq 156,3 mingta qoidabuzarlik aniqlangan va ularning natijasida 1625 kishi halok bo'lgan, 606 kishi esa jarohat olgan. Mana shunaqa tomonlarni ham inobatga olishimiz kerak. Umuman belgilangan tezlikni 80 kilometrdan oshirish bu juda ham qo'pol qoidabuzarlik mening nazarimda va bunday qo'pol qoidabuzarlarni albatta jiddiy jazolash kerak, toki og'ir oqibatlar, o'lim bilan yoki og'ir jarohatlar bilan yakunlanadigan qoidabuzarliklar kamaysin. Oxirgi paytlarda ko'rsanglar, o'lim asosan ikkita sababdan bo'lyapti. Rak va yurak ishemik kasalliklari. Demak, deylik o'sha davleniya, insult, infarkt bular demak oxirgi paytlarda tendensiya bilan o'syapti. Bularni tabiiy yo'li bilan demak yo'q qiladigan bitta vosita bor. Bu ham bo'lsa, demak chesnok yeyish. Chesnokka demak ertalab nahorga o'sha aytganimizdek 2-3 ta bo'lakligi bo'lib yoki bo'lmasa o'zini yutishingiz mumkin. Bu qanaqa ishlaydi? Organizmga tushgandan keyin demak jigarda xolesterin, zararli xolesterin sintezini to'xtatadi, qonni suyultiradi, shuni hisobiga demak davleniya pasayadi. Mana o'zimdan misol, o'zimda cherepnoy davleniya bor edi, qon tomirlarimda o'sha demak muammo bor edi. Demak, havo yomon bo'ladigan bo'lsa boshimni ko'tara olmasdan yotardim. Bir parra qazi yesam boshimni ko'tara olmasdim. Bu narsalardan hammasidan xalos bo'ldim. O'zimda kuzatilayotgan narsani sizlarga tavsiya etaman. Albatta buni ratsioningizga